Birinchi navbatda yuzni doim toza tutish kerak. Ayniqsa makiyaj qiladigan ayollarimiz uchun har kuni kechqurun makiyajni yechib, yuvib, обязательно toza yuz bilan yotish kerak. Yuzingizni tozalab oldingizmi, terini namlash kerak bo'ladi. Terimizni namlash kerak bo'ladi va uchinchisi bu SPF kremlardan foydalanish. Kosmetologga kelmasin, xo'pmayli, lekin SPF kremi sursin. O'sha ayol yil davomida O'zbekiston sharoitida bizani, demak, iqlimimizda SPF kremsiz yoz u qishin aytishdan charchamayman, SPF kremidan foydalanish shart. Chunki bizani quyoshimiz terini erta qaritib yuboradi. Tez ajinlar tushib ketadi. Va bu SPF kremlardan foydalanishning o'ziga xos qoidasi bor, ya'ni u faqat ayollarga emas, erkaklar ham undan foydalanish kerak va har 2-3 soatda yangilash kerak. Albatta, SPF kremlarni nafaqat ayollarimiz, balki erkaklarimiz ham bemalol foydalanishligi kerak, shart. Yil davomida SPF kremi surishning o'zining qonun qoidalari bor. Iloji boricha SPF kremni quruq yuzga emas, birinchi tegidan uni namlantiruvchi krem surishimiz kerak. Chunki SPF kremi tarkibida fizik va kimik moddalari bo'ladi, shu quyoshdan himoya qilish uchun. Ana shu moddalar bizning terimizni quritib yuboradi. Shuning uchun SPF kremi tegidan namlantiruvchi krem surishimiz kerak, ustidan SPF krem surtiladi va qoidasi bo'yicha SPF kremini har 3 soatda yangilab turishimiz kerak bo'ladi.